3 yil oldin olganmidingiz aka? Ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? 3 yil oldin qanaqa mashina olgansiz? Cherry 6 Pro olganman, o'sha full pozitsiyasini olganman. Aka, mashina savolda endi sizga. Servisga mo'l almashtirishdan tashqari birorta Boshqa ish bilan kelmaganman. Opsiyasiga ayting. Razval ham qilmaganman. Ha, boshqa holatda mana 3 yillarni tirq etmadi mashina, minib yuribsiz. O'shaning uchun 7 Pro Max'dan oldik, xudo xolasa. Ha, hozir sizlar 7 Pro Max oldingiz. Oldik. Kecha chiqdi, bugun taklifdan to'g'rilagandim. Yaxshi kunlarga haydab yuring. Aka, olmoqchi bo'lganlarga bir og'iz o'zingizni fikringiz. Bu yerda o'yin ketmayapti, umuman realniy klientlar. Mashina realniy yaxshi. Aha. Olmoqchi bo'lganlarga fikringiz, olmoqchi bo'lganlar, aka. Olish kerak, minish kerak aka. Просто benziniga rasxod qilinadi. Benzin rasxodi ham unaqa ko'p emas. Qancha litr rasxod qilib turasiz aka? Hozir buni o'lchagam yo'q, lekin Oltin, Toshkent, Samarqand, Buxoro borib aylanib, uydagilar bilan aylanib kelib, Peravaldan ham konditsioner o'chirmadim, 6 tadan hisobladim. 6 tadan plus minus rasxod. To'la odam bilan. Hozir plus minus qancha yurdingiz aka, hozir kilometrda? U 32 mingda 32 ming yurdik. 6 Proda endi 7 ni tekshiramiz endi. 3 yilda mana hech nima rasxod bo'lmagan mashinaga, faqat mo'l almashtirganlar, benzin quyganlar. Shu. Kelinglar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Manzillarimiz bilasizlar, Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz. Aka, sizga katta rahmat. Yaxshi kunlarga xayrlar, aka.